meni yaratmagan bilan mening shogirdlarim kalla parchasi etib oyda 20-30 ming pul topadi. Unda o'z men bugun mushu Shinjong bozoridan o't chiqarayotgan mana-manadek maladamlik boshpachaqniki Dilyo Qiyomning gram rasmlarini yutib qo'ymay daftar qalamlarni chestay turinglar. Hozir biz mushu shovdu qilib tayyor qilib olgan kallamizni qozonga solib malatamda pishirishni boshlab ketamiz. Unda o'z shogirdlarim elinglar qozonga solamiz. Hammanglar elinglar avvalgi ballarni kelinglar. Mana do'stlar, unda o'z süt-tuzuk so'g'amish kallalarimizni o'lchamlik tizib olamiz. Men qanchalik tiziyman, qancha tal kalla, o'sha soniga diqqat qilinglar do'stlar. Qaranglar mana sifatlik, noyat chiroyli tizib olamiz juma. Ballarım bularni chaqqan bularni shash bularni bozorga qilamiz. Bizning malatamlik kalla pachaqlarimizni yeymiz deb xaridorlar o'chirib saqlab ketyapti shu tapda. Mana bir qo'rni tizib oldik do'stlar. Ikkinchi qo'rg'a chiqamiz endi, ha. Birinchi qo'rg'a 14 tal kalla petibdi ballarım. Ikkinchi qo'rg'im 14 tal passa, jami 4 qo'r kalla tizimizga, ha ballarım shash bo'lamiz. Chaqqan bularni chaqqanda dubavroni mekinanglar, qirini mekinanglar chiroyli ballarım. Bek chaqqan bo'lamiz, ha. Mana. Bek chaqqan. Ha. Maşında güzel tızı valimiz, ha. Görüp aldığım ballarım. Ha. Do'stlar, yo'g'on bir das dubavrlarimizni mana shu astixili kamasi batim ishlar shuni tiqiytayli ha vallah. Mana qani yana bir qanchalik dubavroni ekilimiz, qolgan qayrilini ekilimiz bulunglar ballarım. Bek chaqqan bulunglar, ha. Nasıl men birisi? Averkine kaldingizmi? Yaxshi. Mana do'stlar, to'liq dubavrlarimizni sep qilib bo'lgandan keyin qanday qilamiz? Endi o'sha malat hamda shirin hamda chiqarib beradigan Dilyo qo'rish boshlab ketamiz. Yuringlar ballarım. Hozir biz malatamlik boshpachaqni shirin hamda chiqarib beradigan Dilyo qiyam tayyorlash boshlab ketamiz. Ketarlik materiallar: xuxuajao, kesgan hindojao, chinxuajao, ganjang, kesgan shini deyilajao. Unda biz birinchi qadamda shu kesgan shini deyilajao keyin boshlaymiz, ha. Mana o'lchamlik olatki 48 gramdan 50 gramgacha qilib qo'ysak bo'ldi. Undan keyin bo'lib qolsa, xuxuajaodan bir 75 gram atrofida qilamiz. Undan keyin mana kesgan hindojaodan do'stlar, kesgan hindojaodan bir 50 gramdan 40 gramgacha atrofida qilib qo'ysak bo'ldi do'stlar. Undan keyin chinxuajaodan az miqdorda qilamiz, do'stlar mana. Undan keyin bo'lib qolsa ganjangdanmi mana shunday miqdorda qilib qo'ysak bo'ldi. Mana faqat 5 kallaning o'lchami do'stlar. Men bugun 5 talla kalladan o'lchimni qilib qo'ydim, ha do'stlar. Mush bo'yicha saqlab elinglar, oilda degandan keyin bir cho'ng oilda 5 kallani birdan jiviqtirib yetimiz-ku. Dal shunga o'xshash. Endi mana bu qayintib tayyor qilib olgan suyimizda ganxo 20 soat to'liq qilib olamiz, ha do'stlar. O'lchamlik olat to'liq qilib olamiz. Mana shu to'liq qilgandan keyin shavgosul bir ko'rib baqsizlar. Appa qanchaq tangshab berdim. Qanday holat chiqdi? Mushu isposlar qanchalik chiqdi? Laylat qildir qanchalik chiqdi? Unda bo'lsa 30 minutdan keyin shavgosini ko'raylik. Mana do'stlar, 30 minutdan keyin shu haqiqiy pavlov tayyor bo'ldi, ha. Qachon qo'yib cho'yilib tutingmi, o'g'lim? Ha. Qaraymiz, ha do'stlar, mana ichidan chiqqan qanchalik battam qosmoqchilikni ko'ramiz do'stlar. Mana qaranglar, mana. Mana kalla pachaqni tanlab turib yeymiz. Shunga joyin tep turib yeymiz. Qaranglar, mana so'p seriq meynatchilikni. Unda bo'lsa do'stlar, buning suyi to'liq saqib to'g'cha qanday qilamiz deganda biz ham meyimizni qo'yib olamiz, ha. Maydimi shu 5 kallik tushliq may qo'yib bekcha qo'yib atmaymiz, jumi do'stlar. Qaranglar, yep-yeng maylarni qo'yib oldik mana. O'lcham bilan mana bo'ldi bu. 60 gradusini hamda dallang shu kuyib ketmagidek 180 gradus holatda qilib turib sasaq bo'ladi, jumi do'stlar. Mayning kelgan ekanligini sinab qilish uchun mana bu to'liq qilgan materialimizni bir changal solamiz. Qaranglar do'stlar, shunda o'lchamni kapdan buni to'liq selib olamiz, mana. O'lchamni selib olgandan keyin biz ham shu chumushlarimizda to'liq taksi aralashtiramiz. Endi bu vaqtda nima solimizdan degan vaqtda maniki suzuklik darajasiga qaraymiz, do'stlar. Mayning suzuklik darajasi suzuk oq mayga endi mana bu bizning maxfiy do'rdan selib olamiz. Kallalni jilik malat hamda qilib berib pishirib beradigan. Dallang 30 minut qayintadigan bo'lsak, biz mana bu hindojao, kesgan shini deyniki rengi chiqib xuyo holat keldi do'stlar. Unda bo'lganda dallang 30 minut taksi qoriymiz. Pes chim o'tda ganxo 20 soat qayintib qaranglar xuyoni. Acayip süzük huyu yok. Qaranglar mishadagidek küçük ot qo'rmaymiz. Mishda chim 20 soat qo'riydigan bo'lsak, mana o'zligidan shunda huyu chiqadi do'stlar. Unda bo'lganda bu huyularimizni qanday qilamiz? Tizib tayyor qilib olgan kalla pachaqlarimizni ustiga to'kaymiz do'stlar. Mana, mehla ballarim to'kuytimiz, qozonga to'kimiz, ko'taringlar. Hozir qo'rib olgan Dilyolarimizni ustiga to'kimiz, ha. Xususan malatamlik boshpachaqlaringiz noyat shirin tamda chiqib ketgan do'stlar. Malatamlik boshpachaqa mana shunda mo'l usulliq dori-darmaklar bilan ishlagashga mashtalam chiqdi do'stlar. Unda bo'lsa bizniki shu dori-darmonlarimizni to'liq selib oldik do'stlar. Endi ganxo 1 soatdan keyin shovgosini kiramiz do'stlar. Qaranglar, mana qaranglar kavauchin. Mana kavauchinlarni ko'rdinglarmi? Mana shunda quvvatli dori-darmonlar, do'stlar. Unda bo'lganda dallang 1 soat chim past o'timizda pishidi. 1 soatdan keyin shovgosini ko'raylik. Mana do'stlar, malatamlik boshpachaqlarimiz jilikdek mey bo'lib pishib ketdi. Ustam, mana shunda Shinjong bozoridan zilzilaga keltirayotgan mushtam malatamlik boshpachaqlarimizni bizga o'rgatib qo'ygan bo'lsangiz, biz bir turmush iqtisodimizni, oylik kirimimizni yuqori ko'tarib olgan bo'lsak, ustam bergan do'stlar qanday qilamiz? Mau filmimga qip-qizil yuragimizdan birini besib, inkaz rayoniga joy yo'sh deb qoldirib qo'yib, ayrimxonaga men ham kelgan deb qoldirib qo'yaman. Men sizni o'zingiz deyman.